Assalomu alaykum aka-ukalar. Farg'ona viloyati Qo'qonquy bozoridamiz. Hafta kuniga shishanba 4-avgust Xudo xolasa biz boshladik. Xudo xolasa aka-ukalar Qo'qonquy bozorida qo'ylar o'ta serob, Xudoning qudrati bilan men ko'ringlarchi. Savdolari susam. Mana qo'chqorni semiz qo'chqorchi ekan, mana 40 kilo ziyodroq keladi. 5 million 800 ga berishmabdi. Shu go'shti 40 kilo ziyodroq keladi. Shu trevesi ham shu 70 kilolik qo'chqor. Mana uni boqilgan qo'chqorlar egasi 7 dan kam bor deyapti. Faqat boqilgan. Ammo qo'ylar serob. Qo'ylar serob, ancha-muncha serob. Bular savdo qilmadimi? Bular qisarda bo'g'oz qilib qolishi mumkin. Ha, yosh kattami? 7,5 ga berishmabdi. 3 million 750 dan berishmabdi. Yosh katta savdolar yumshoq oqarib qolibdi. Yaxshi, 7,5 millionga narxi yaxshi. Albatta katta savdolar. Aka, va sariqlar savdo qildimi bugun birorta? Bu sariq savdolar yosh qanaqa yoshi? 8 ta, qolganiki 6 ta. 6 ta. O kashtan nishmi qilib kashtan bugun? Narxi nishmi kashtani kattagi? Ha? 16 million kam bu. Afg'onmi bu? Mana uchun sariqlarni ish pullar. 13 million hechsa katta polvon savdolarni hechsa ba savdo qilgan yo'q. Mana balasi nish pul balasi? Bu endi chiqaryapti 5,5 million deyapti. 5,5 million kam bor ekan, kichik bo'pti. Hali bu qochganmi? Qochgan ekan. Bo'yi 80 atrofida. Bular ham bo'g'oz-a? Menga qarang 5 o'g'il bir joyga nish pulga berasiz oxirgi narxi. Mujjali aytadi. 50 milliongachi. 50 million quyuq suyoq qoplamayadimi? Mujjali 60 million ekan. O'z katta ekan. Bahaybat ekan katta. O'z katta ekan. Ko'ringlarchi uni bozorda. Savdo soat 9 dan o'tdi. Savdolarni ko'ryapsizlarmi? Tomosha qilib turibdilar hammasi. Mana qo'y bozorida holat hech kim yo'q. Men savdo bo'lgan joyga boray deb, Ulug'bek yaxshimisiz? Zo'rmi ishlar? Qaysi qo'ylar sizda? Ana qo'zlar bilan keladi. Ha, bular nish pullar oxirgi narxini ayta olasan? 4 million 200 baho deyapmiz. 4 million 200 dan kammi? 4dan jinday xayrini o'tib beradi. 4 dan xayri bor. Xaridor yo'q, bugun ham yo'q, xaridor. Bular nechta qoldi ular? Nechta o'zi bular? Ulug'bek aka nechta edi bular soni? Bular ona qo'ysa 10 millionga. Egizak bo'lsa. Uchovini ish berasiz, uchovini. Oxiri narxi 6 dan berasiz. Boqishga yaxshi variant ekan. 6 dan 18 million kam bor ekan. Yaxshi ana qo'chqonlar. Живой vesiga ham 67-68 kilo kilolar pasi. Mana. Bozorlar o'ta sus. Hozir iloji boricha salardan savdoni ortib beraman. Bittadan laklar, bosinglar, qo'ldan kelgancha padishka qilib tursalar, bozorda yoritib beramiz. Undan quyug'i yo'q. Mana bu yerda ham semiz qo'chqorlar 10 dan kam bor ekan mana. Mana bu ham ikkita bor ekan mana. Chiroyli semiz qo'chqorlar 10 dan kam bor, ammo savdo yo'q. Baraka bo'ptimi o'shalar? Nish pullar bo'pti? Bular nish pul bo'lar ekan bo'lsa? Bilmayman. So'ramadingizmi? Yo'q, so'ramadim. Ana qo'ylar zo'r ekanmi? Qo'ylar zo'r ekan, mana boqishga yo'g'on qo'chqorlar 84 million taroziga olibdi. Boqilgan, so'yib bo'lmaydi, ko'chati sifati yaxshi. Buni olsa bo'la oldiga. Ana boshqa Rosa yo'g'on qo'chqonlar ekan. Qo'chqonlar taroziga baraka bo'lib 84 mingdan.
Ama ko'chatiga, sifatiga zo'r omonlar. Go'shtga hisoblasak qimmat. Ama unaqalar iliklari, bo'yi, suyi, biqin hamma yog'i zo'r oman. Kelebekka qo'yasizmi? Keling. Uchov savdo qildimi bugun uchovini? Nechta savdo qildi uchovini? Ha, 7,5 milliondan kam bor ekan, 6,5 milliondan savdo qilyapti mana. 84 mingdan baraka bo'lgan qo'chqorlar. Mana 84 mingdan baraka bo'lgan qo'chqorlar tarozga tortilyapti. Qashqadaryo ballar tortyapti. Yoshi necha oylik bular? Yoshi. Hammasi kitishmi? Qo'zi chiqmaydi-a? Yo'q, qo'zi yo'q. Mana bu yerda soni 70 ta chiqqan bular. 74 ta kichik qo'chqorlar mana ko'ringlarchi, boqishga tayyor. So'yib bo'lmaydi, yemlashga yaxshi. Yurgizchi. Yem yeyaptimi o'zi? Oxirgi narxini aytaverasizlar, narxda halqa oxirgi narxini. Bir joyga olsa 58. 5,5 dan qo'y. Yo'q. 58 dan qimmat qo'yyapsan, halqa biz olmaymiz. Aka, o'tga eti yaxshi, endi turgan. Hozir 58 dan kelsa olaveradi tanlab. Boqishga yaxshi variant, junni olib qo'yib ikkitish hammasi. 10 tasi ham berasanmi shu narxga 10 tasi ham? 58. Ha, 5 million 800 dan bir joyga narx aytyapti. Ko'ringlar mana 5 million 800 dan. 5 million 8. Telefon nomering necha edi? 265 0114. Telefon qilib aloqaga chiqa olasizlar. Qimmat pul so'rashib qo'yaver. Ko'payib ketdimi loy? Samarqandni nima? Mana aka-ukalar, xudo xolasa Qo'qonda mana zominliklar oldiga kelsam, qo'y yomg'iri mana. Zomin ko'chib kelibdi akalar, kelaverasizlar sizlar ham. Bunaqa turmasi bu yerda ko'pincha bo'sh turardi, bu yerda turardi qo'ylar. Zominliklar ko'chib kelibdi. Zomin ko'chib kelibdi yana. Yaxshimisan? Zo'rmisan? Obunachilar bular yosh qanaqa bular? Qo'zali bular. Zo'r o'sibdi aka, qo'zi bo'lgan bo'lsa. Qo'zi. Bo'yi hamma yog'i zo'r ekan. Bular nech pullar narxi? Oxirgi narxini aytib qo'rqitmoqmi odamlar? Bo'lagan qaytib. 5 million 700 dan bo'lsa beramiz. 5,5 milliondan bersinchi bir joyga. Ama zo'r, ko'chatiga 5. Men arqasidan ko'rib bularni şey debman. Obunachilarga beramiz. 5,5 dan berasiz. Bir joyga. 5,5 million. Hargisi ham Ag'i ham zo'r bular. Mana bag'i. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zo'rmi ishlar? Yaxshimisiz? Salamat. Bozor vahşi bitti. Qo'ydi shunda bitta, shunda ongdan shunday siqamdi. Aylanasiga. Kattanda 100 dirham ungacha. Rostdan ham serap. Serob. Odamlarga serob dema, odamlarga serob bo'ldi, arzon desa odamlar qo'rqib ketyapti. Qo'y boqish kim yo'qolyapti, haqiqatni aytsa. Odamlarga yoqagan gapni aytaymi, narxlar oshyapti yo'qayotgan. Rizq Allohdan. Kelib ketaveradi kerak. 18 ta arasham bor. Arashamiz, sariqmi bular? Bular nima zominni arashanlari? Ha, o'zingiz zomin. Zominni sariq qo'ylari mana. Biz endi Qirg'izistonga bormasak, Qirg'iziston. Chista zominni, ha. Qirg'izistonga bormagan. Nechta oxirgi narxini aytavering, bo'lagan qilib. Aslida ko'chat sifati zo'r. Bo'lagan qaytavering, nech pullar narxi? Ko'r oyoqlarini qaychadan. Yaxshi, endi qo'zida baribir 9 10 oylik. Bunday shunday. Kutishmasda baribir ming maqtagan bilan qo'zi. Bahorga qo'y bo'ladi bular, haqiqat. Oq yuz. Oq yuz, arashani ham bor ekan ichida. Oq yuz. Zo'r ekan. Bir joyga yopishtiraydi insof bilan. Qangalchas. Bo'laganga. 52 dan. 5 milliondan qo'ying, xalq maza qilsin. Soni 17 ta. 5 milliondan bir joyga 85 millionga. Hozir onam o'zini 6 million qilyapti. Qaysini? Nima? Zot yo'nalishi ekan, ha, zo'r ekan. 5 qashqa deydi buni, 5 qashqa. Chiroyli ekan, hamma yog'i zo'r ekan. Qara Sardor keldi. Ular kimdan katta katta. Bu ana uniki, lug'atniki, lug'at. Lug'at chaqiring baqa. O, lug'at. To'rtta chorimi, panjimi qo'chqor bor ekan. Yosh kotibi 2 yilga, 3 yilga qo'chqor. Lug'at qani? Narxi nech pullar? Lug'at. 86 da. Rasmat aka. Lug'atni aytib yuboring, lug'atni.
Qo'ylar narxini aytgan, oxirgi narxini ayt. Menga qara, bular qo'zimi, kichikmi? Qo'zi. Iri ekan, yaxshimisan? Zo'rmi ishlar? Yaxshi ko'rdim. Oxirgi narxini to'lasan xalqqa. Biz olmaymiz. Bo'lagan qaytki, insof bilan qo'y yog'ili ketdi, ayt. 6 dan. Insof bilan aytyapman. 5.5 dan ayt. 5,5 milliondan bersa qo'zi yo'q endi baribir. Kachestvosini qara, kachество. Turkiya. Kelib gapni eshit. Men olmayman, haqiqat. Qo'lingni ushlasa 5.5 dan berasan, ochiq o'yin. Qo'yinga 5 olma, 6 dan qimmatda. Bozorda oldi qo'yishi. Bozorda oldi qo'yin 5.5 dan ber. Sal qo'shadi. Sarsa qo'shadi, zo'r ekan. Ammo 2 poz orqadan turishida Tapalaq qo'ylarda, tapalaq. Menga qara, shular oktyabr bormi? Oktyabrda qo'ysizmi? Oktyabr, noyabrmi? Qachon tug'ilgan? 5 oy, 6 oy. 5-6 da qo'y buni bo'lmaydi. Yanvarski. Yanvar bo'lsa ham zominning 8 oy bo'ldi. 8 oy. 8 oylar ham ba'zi dekabrda qo'zilar. Sababi 60 kilolik bo'lyapti. O'sganini qarang bo'yini. Aka-ukalar, Qo'qonda qo'chqor so'yish 140 ming, taroziga tortib olish 80 atrofida Qo'qonda holat. 75 kelsa kerakmi joyga taxminan? Yo 75 kilo, 70 kilo. 70 kelsa ham 40 kilo keladi. O'qishga yaxshi variant ekan, assalomu alaykum. Ko'chat yaxshi ekan, yemga tayyor ikkita bular. Ichida qo'zisi yo'q-a? Mana ikkitish. Boqishga tavsiya qilamiz. Yaxshi ekan, yemga tayyor. Faqat iltimos oxirgi narxini aytib olasan, yaxshi ekan. Oxirgi narxini ish qiling, oxirgi. 200 mingdan. 5 milliondan qo'ysang-chi, men arzon 5 million. Mayli. 5 milliondan foyda qilasizmi? 5 milliondan bir joyga. 5 dan arzonmi? Mana. Ko'ringlarchi, mana ikkitishlar. Mana qo'zilardan bu yaxshi, tavsiya qilaman. 5 dan beraman deyapti. 5 dan beradi, 5 dan. Nimaga? Yemga tayyor. Bosib o'rgan joy. Mana arzon joy. Telefon necha telefonda ayting. 5 dan berasiz xalqqa, biz olmaymiz. Aytavering. Bitta joyga beravering. 5 dan qo'lingiz ushlasa bitta pul nechta sonni? 16 ta. Ha, 5 milliondan bersa zo'rami? 5 milliondan arzonami? 80 millionga. 100 mingdan ham arzon. Bitta o'tib beravering. Xalq maza qilsin, biz olmaymiz, labis. Xalq maza qilsin. 51 dan boy baraka mana. 51 dan narx qo'yyapti, ammo 60 kilo. Pas 57 kilo kilolar, 57-56 kilo. Telefon nomerini yaxshi aytib olasan. 97lik 501 57 25. Mana shu qo'yda olib, bitta dori kolini qilib, bir haftadan keyin junni olib, yaxshilab aldamasam 5 oy boqsa, xudo xolasa foydaga kiraveradi. Yemga tayyor, faqat dori kolini qilib, bir haftadan keyin junni olish kerak. 16,800 ming so'm. Boy baraka. Bering endi. Boy baraka mana. 3 ta 2 tish qo'chqor 16 million 800 bo'l. 2 tish. Ko'chati, sifati, ligi yaxshi mana. Ko'ringlarchi. 5 million 600 dan mana boqishga tayyor. Chiqmasa shu 67-68 kilo kilorash, oldi 70 kilo. Uchovi baraka bo'l mana. 16 million 800. Jivoy baraka sizlarga mana. Mana qo'ylar yaxshi ekan, tavsiya qilamiz. Qo'yni ortiq beradi, azizim, qo'ymaydi. Arzon bo'l, ko'chatiga. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Zo'rmi zot? Baraka o'rning. Bitta qo'y. Nechma qildingiz? 54 deyapti, men 5,5 kun deyapti. Sardor aka qo'ydi qarang. Ikkita ekan-a? Qo'zimi, kichikmi bu? Katta ushachi, men kichik o'ylayapman. Hazillashmi? Ha, biroydan yoradi-da, kichikda pashti. 70 kilo chiqarash, 70 kilo. 5,5 millionga bering deyapti, elektr qilyapti. 5,5 million bergan yo'q, 6 million 58 bering bo'pti. Abunasilar, qara endi. Akram aka nima gaplar? Odam yo'q. Odam yo'q. Savdolarimiz shunday pasti. Qanchami, jichami? Endi pastroq. Mana zomin ko'chib kelibdi bizga. Ha, ko'chib keldi. Odam yo'q bozorimizga. Endi odam arlayapti. Nech pullarmi qo'zilaringiz? Bular Oxirgi narxini aytaversan xalqqa. 5 dan beraversin. Hammasi kichik ekan, 5 dan bersa-chi xalq. Ya 5 dangacha endi qoplamayapti. Hammasi ikkita ish. Kishi hammasi dala qo'ylar. Dastlabki qilib berasiz. Qilib beramiz. 5 milliondan berasiz. Yo, 5 dan beramiz. Har dollar kelaversin. Mana har dollar turibdi, hozir gamlar savdo qilyapti.
Orib cho'ponni ham pul ko'payib ketdi. Ko'rib teskari qarab olyapman. Orib cho'ponni ham soqqasi ko'payib ketdi. Orib aka, hormi? Yaxshimisiz? Ishlar zo'rmi deyman? Qalaysiz? Qaysi qo'ylar olib keldingiz? Alisher aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bular ikkitimi, qo'zimi? Qo'zi. Zo'r qo'zilar ketdi. Qo'zi zo'r deyapti. Hammasi hali qo'zilar. Baland. Narxi nechi pullar? 6dan deyapti, kami bor. 6dan. 6dan kam bor. Kim oldingizmi Orib cho'pon? Gapirgisi ham kelmaydi Orib cho'pon. Soqqasi ko'payib ketdi, dadang deyman. Yo, xazina pazin topib oldilarmi? Dadangga aytib qo'y, muomala qilib bersin. Hammasi qo'zi ekan-a? 4 ta ikkisi var. Birdan 4gachami? 4 ta ikkisi nechi pul? Bular nechi pul? Aytingchi oxirgi narxini. 6'dan 4'e yok. 6da. 5'ten bular kami var yani. 5dan kam bu. Bular kim qo'lingiz ushlasa 4.5dan berib yuborasizmi? Yarımdan kam bo'lib qoladi qo'shadi. 4.5dan tushmaydimi? Kam bo'lib qoladi. Ozroq qo'shsa berib yuboradi. Yaxshi ekan, rosa o'sgan qo'zilarga bitta boqatdimi? Bu sherdan sotdim. Bozor qilib nechi pullar bo'ldi oxiri? 52 yarımdan. Nechtasi? 12 tasi. Tanlab olishga. Qo'chqorni tanlab olishga bo'ldi. 5 million 250 da. Baraka bo'ldi. 5 million 250 da. Hammasi bo'ldi. Qaysi tamaki? Otaki, qaysi? 5 million 250 da. Boquvol qo'ylar zo'r ekan mana. Ko'ringlarchi, bu pas. Bag'i yaxshi ekan. Boquvi? Qo'y baqimiz. Sonni nechta bo'ladi? Qo'y baqimiz ham kelmaydi. 18 ta. Akam avvalinglar shuni. 18 dan bir joyga nechi pullar berasiz oxirgina? 5 dan. Ertangi qo'zi Xayrabon 5 milliondan. O'tib beramiz, hammasi bir joyga bo'lsin. Bag'i sotilaylik. Qo'chqor savdo bo'ladi. Zuvis 60 kilo kelib qoladi. 10 oylik qo'zi chaqchi mana. 5 million 800 savdo qilyapti. Orib bergisi kelmay turibdi. 5 million 800. Живой vesga 100 mingdan savdo bo'ladi. 100 mingdan. Orib to'g'lashadi. Qancha bo'ldi? 5 million 900. 5 million 900 ga baraka bor. Ikkita pulidan ham o'tib ketdi. Bular nechi pullarga oxirgi narxni aytasiz? 4 milliondan kami bor. Bir joyga kelib qo'lingizni ushlasa 3,5 milliondan berib yuborasizmi? Jinda qo'shadi. 3,5 milliondan. 6 oylik chiqadimi, 7 oylikmi? 6 oylik. Agar shu odam 3,5 milliondan bersa zo'r. Nimaga degan savolga dori-korini qilib, junini olib, yaxshi boqib tursin, tezda katta to'ppalar o'zi oyoq qo'llari yaxshi ekan. 3,5 milliondan bersa tavsiya qilaman. Ozgina kammi? Ozgina kam. Bular nechi puldan bular, shef? 3 dan bo'lsa ketadi. 3 million. Bu ham sizdanmi? Ha. 3 million 300 dan. Shidam. 3 million 300 dan, ha? Ha. Kelaverasizmi 3 million 300 dan. Bo'ro'y, nechi puldan bular? 3,5dan bir yerda bo'lsa qolgani. Mana taqalgan 3,5 dan ekan. Ko'ringlarchi, 3,5 milliondan aytyapti. Shularda ishlardan insof boshqa tez sotadi sababi narxi yaxshi, oz foyda qo'yadi. 3,5 dan deyapti. Qishloq bola, yaxshimisiz? Qalaysiz? Siz rahmat. Yaxshimisiz? Bular nechi puldan bular? Ular 36 dan bo'lsa ketdi bir joyga. Qimmat aytmayapsiz, arzonicha qimmat aytdingiz xalqqa. 3,5 dan bo'lsa ketdi Sardor aka. 34 dan qo'ying siz. 3 million 400 dan. Taqalgani 3,5 dan bo'lsa ketdi Sardor aka. 3,5 dan. Almashlarga. Kelaversin. Almashlar live tirsilab o'tib qo'yamiz. Bitta. Kelaverasizlar Qo'qaloqdan qo'y bozorida. Arzonmi, qimmatmi? Arzon bugun. Kenglar, qo'ylar. Hamma ko'chib ketdi, Hamma ko'chib. Zomin shu yerda hamma. Hamma zomin shu yerda mana. Qo'y o'ta ko'p, o'ta Xudoning qudrati bilan. Aka-ukalar, gapimga ishoninglar, savdo bo'lgani yo'q. Bo'lmasa iloji bor savdodan kutib turibman. Bugun arzon. Bugun narxlar yaxshi. Arzon bugun. Baribir 3,5 deyapti, 3,5 ga sotmaydi, o'tib beradi xayriga. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Hech puldan berib yuboraman dedingiz? 3500 dan dedim. 3 million 400 dan. Kamera qo'yibdi. Ekomi?
Sardor aka. O'zingiz yaxshi. Qalaysiz, zo'rmi shular? Bular nish bilan bular oxirgi narxni aytasiz. Aqlmoq kuchdan bo'lsa berib boramiz. 3 millionni. Kamichi? Kilo orasida mana o'ta ko'p, o'ta Xudoning qudrati bilan mana. 78. Uch oy nish bo'libdi? Kim qo'y ekan? Shuna qo'y sotamiz. 1.300 dan o'tib olaman deyapti. 10 tasini olaman deydi aka. Bular nish bilan bular bir joyga. Ko'ryapman. Yo'qcha qimmat aytasiz. Ko'chati zo'r, sifati zo'r. Siz ham bitta iltimos, qimmatcha narxini tushuning. Xalq uchun olmayman. Voy, xalqcha o'zi o'tgan safar ham qo'ydim aka. O'zi o'shani ham arzon qo'ydim. Hozir arzon aytavering. Xalq maza qilsin. Biz olmaymiz mayli. Taqsim bo'ldi. Shu narxini tushuning. Nish bilan beradi. Yaxshi, ko'chatiga 5. Oxirgi narxini 100 aytavering. mingdan kam bo'ldi aka. 100 mingdan? Ha. 44 dan bo'ldi aka. 4 million 400 dan. 7 oylik chiqadimi, 7 oylik? Yo'q, 7 oylik chiqmasa kerak. 6 oylik chiqadi. 6 oylik 5 oylik chiqmaydimi? Yo'q, 5 oylik. 6 oyda atrofida. Bo'lishi mumkin. Mana ular 5 oylik bo'lishi mumkin aka mana. Mana ular nish bilan katta qo'chqorlaysiz. Aka 12 milliondan aka. Katta qo'shqonlarim zot yo'nalishiga xohlasa Kami bor. kami bor. 12 milliondan kam. tanlab olishaversin aka. Nish bilan? 10 milliondan tanlab olishaversin. 10 milliondan. To'rt yarim kami bor. 43 ga beraman. 4 million 300 ga beraman. Yana bitta kichkinasi bor. Bitta joyga nish, bitta joyga yopishtirib aytingchi. Endi tanlab olsa 48 dan. 48 dan tanlab olsa agar bitta joyga olsa 4,5. Kam bor, bitta joyga qimmat bas so'rayapmiz. Izzatjon, sal tushing. Voy aka o'zi hisob bilan aytyapti aka. Sal tushing, Izzatjon, haq maza qilsan. Bozor yo'q, mana ko'rib turibsiz aka. 4,5 Hali chop aka. Ha, 4,5 dan. Zat aka nima deysiz meni? 4,5 deyapti. O'zi bir joyga olsa 4,5. 48 dan deyapti. Donaga 5 tagacha olsa 48 dan. Aka endi mana yerda mana hisob ona qo'yma aka. 4,200 ham beraveraman. Endi kichikroq bor aka mana. Aka bozor ko'tarmasa o'tib ham beraveraman. Aka olib qolsalar olib qolaveradi. Qancha berdingiz? Qancha qo'yib so'raysiz? Hojiga qaysi savdo qilyapsiz? Mana ikkita bo'lasiz, mana yana bo'lsin. Hozmi? Siz xo'p deng bitta menga. Ishlaylar hoji aka qaysi? 19 ga ikkita mana shu. Hozir men necha pul qilib qo'ying. O'zim sinfdosh o'rtog'imga bermoqman. Ha, to'xtanglar. Mana enasimi shu? Yana bo'g'oz, yana ikkala Ena bo'g'oz, ikkita balasi qo'chqor 19 million savdo bo'lyapti. Mana ko'ringlar. Bala qo'chqor 19 million. sizga beraman o'shani. Necha pulga baraka bo'ldi aka? 3 million 600 dan. 3 million 600 dan 7 million 200. 72 berdingmi? 73 36 yardım oldu. Ha, to'rtta qo'chqorni 7 milliondan beraman, 7 milliondan. 7 milliondan kam bo'ldi. Mana qo'chqorni kattasi, xudo xolasa bo'yi metr. Tushunishlar aka bu? 6 mi? Jiva esa ham 145 kilo. Yo'g'on polvon akam. Oxirgi narxini aytasiz. Oxirgi narxini aytasiz. Yurgizingchi ko'ringchi orqalarini. Katta qo'chqor ana shu 145 kilo kelaversa kerak. Zot yo'nalishga arqon yaxshi ekan, oyoqlari ham yaxshi ekan. Hamma yog'i yaxshi ekan, zotga sariqmi, arashami, xudo biladi. Telefon nomerni aytasiz. 191 147 77 87. Mana ikkovini ham ko'ring, mana. Yaxshi ekan bular ham. Bu ham sizdan. Bu ham bizdan. Buni savdo qildim bugun bironta. Qaysini? Buni. Yangi qilib ketishyapti, uni aka yog'i, 13 ga yaqin so'rashyapti. Yaxshi ekan.
Mana qo'chqor mana ko'ringlar mana. 90 kilo kilolar go'sht yog'iga mana. O'ta semiz, o'ta polvon mana. 13 millionga beraman deyapti. Yo'g'on polvon. Buni savdo qilmadimi? Savdolik ko'ring. Puli nechta puli? Necha kilo keladi? Semiz aka, ancha semiz. Nechta puli? Mingga ham mo'ljal. Ha, 12 million mana. Yo'g'on polvon aka. Yaxshi boqibsanmi? O'sha hali o'zidan olgandim, o'tgan 1 yil bo'ldi rosa. Ha, o'tgan yil qo'chqor, ha, yomon semiz aka. Hamdan olodingiz. O'zimni qo'chqorimmi esladim? Nega? O'zi soting. 20 kilam, 20 kilam. Yo, 20 kelmaydi, 10 kelsa ham zo'r. Ana o'ta semiz, prosent yaxshi beradi. Ancha qo'rg'alar qalin akammi. Zo'r boqsa, 1 yil bo'ldi. Biri bor. Sentyabrlarda edi. Yo'q. Sentyabrda beradi o'tgan yili. 4 million 700 ga beradimi? 5 shapalaqqa beramiz. 5 millionga, 5 millionga. Semiz, 11 boqish. Necha kilo chiqdi? 105. 100 necha kilo? 104 kilo. 104 kilo mana. Rasa semiz, rasa polvon 104 kilo. Polvon mana. Rasa 11. Mana shu qo'y sotildi 13 millionga. Semiz, polvon, ancha-muncha qo'rg'asi qalin. Bo'yi 1 metr. Baraka bo'l aka ukalar. Ketdi tortamiz. Yur. Yur tortamiz 13 million. Yur. 100 kilo kelar go'sht yo'q, Abdullajon. Yur. Bo'ldi ketdi. Sen chiqasan bugun? Ular yoshi necha edi? 5 oydan 6 oyga o'tyapti. 5 oy 6 oylik qo'chqorcha, hamma jurnal qo'yibsiz. Oxirgi narxni ish bilaman, oxirgi narxni aytaverasiz. Oxirgi narx 4 million 600 ming so'm. Kam bormi, kammi? Kamini endi telefon qilsa ozgina qilib beramiz. Telefon nomerni aytasiz. 91 697 6201. Shu 6 oy atrofida qo'chqorchalar, to'g'ri kelsa telefon qilaverasiz, aloqaga chiqa olasiz, dastlabki qilib berishadi bemalol. To'ros baraka bo'pti. Mana ko'ringlarchi, shu 70 kilo atrofida 6 million 100 dan. Yuringlarchi, bitta ko'ringlarchi. Salqinga turib olgan, shu 70 kilodan. Olgan odamga boquvchiga bir 84 ming, 85 mingdan tushadi. Bo'yi 85 santimetr, shu jivoyisi 70, 71, 72 hali yemagan, boqilgan variant, ikkita ish. Arzon bo'ptimi? Ko'ringlar mana 10 million 200. 5 million 100 dan baraka bo'pti.